Har kuni yangidan yangi noyob smartfonlar, har kuni yuzlab yangiliklar albatta bu House Mobile tarafidan taqdim etiladi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi chegirmalar hammasi sizlar uchun. Eng avvalo, O'zbekistonda yagona bo'lgan ishonchli smartfon, ishonchli rangda 1 terabaytli S24 Ultra $729 evaziga super chegirma narxda va iPhone 16 Pro Max deyarli yangi 2,5 oy ishlagan xolos почти. Smartfon Desert titanium rangda. Zamonamizning eng qimmat smartfoni 1280 bo'lyapti hozirgi vaqtda. Buni narxi $1110 ga. Bizda A seriyaning mukammal segmenti A73, bu seriya 73 dan keyin 74, 75 ga chiqqani yo'q. Bu seriya takrorlanmas seriya. Bu seriya qo'lga juda ham plavniy o'rnashadi. Katta va plavniy, moshniy, quvvatli, tezkor $175 ga, 8 ga 128 salisi. Buni o'zi 4 ga 128 salisi ham bo'ladi. 64 GB 85% ideal holatdagilarini $265-260 dan iPhone 11 Pro'larimizni 100% radnoy holatdagilari kirib keldi. Silver rangi ham bor. Bizda qiziqarli smartfonlardan Honor X9C, X9B narxida hamma yo'g'i bor, $235 evaziga. Redmi Note 10 Pro 8256lik $120 ga. Qaranglar, zaryadnilargacha bor. E'tibor beringlar, 8256lik Redmi Note 10 Pro premium segmentdagi telefon. Samsung S24 Plus 512talik bugun har galgidan arzon $520 ga. Bunaqa narxga S24 256 ni ololmaysizlar. Men sizlarga 512talik 24 Plus hamda 23 Plusni 512talik variantini taklif etaman. Narxi esa bor yo'g'i $410 evaziga. Bunaqa narx O'zbekistonda tugul Koreyani o'zidan topish ham qiyin masala. Samsung Flip 5 bor yo'g'i $415 ni tashkil etayotgan islomiy rangda dunyoning bardoshli buklanuvchi smartfoni to'laqonli bezazor yopilgan hisobiga ingichkalashgan, oldida to'laqonli displey orqali barcha ilovalarni boshqarish uchun imkon yaratib beradi. Bu sizga o'z dunyoyingizni kashf qilishga yordam beradi. Smartfon prosta bomba apparat. Bizda arzonchiroq $265 ga Flip 4. Qora rangini topish juda ham qiyin masala. Yondagi полный salafanlar olinmagan, smartfon hali rabochiy bo'lib ulgurmagan, mustahkam, bardoshli, plavniy, arzon va moshniy smartfonimiz sizlar uchun taklif etiladi. Honor 200 Lite 8 ga 256lik super moshniy, yoqimli va moshniy narxi $169ga. $157ga Honor X8A qora rangda, ideal holatda. Samsung S21 ni $229ga, qora rangi, A+ segmentda. A+ 240 ga ham hozir yo'qligi va bu smartfonda A+ dan bir dona qorasi kelib qolganligini ta'kidlab o'taman. Mana sizga Note 11 Pro Plus 5G $135ga. S23 ni aynan bugun qora rangda, salafanlari olinmagan, hali rabochiy bo'lib ulgurmagan yangi holatdasini eng ideal holatda salafanlarga e'tibor beringlar. 256likda ham 385 sotyapmiz. Men bugun 512talikda $385 qilib beraman. Sezilarli darajada arzon narxda qilib beraman. $425ga iPhone 14 128 90% yangidek holatda. 11 qaranglar, $249ga 128 97% ikkita sim kartali iPhone 11 ni qora rangi. iPhone 13 Pro ni 128 92 za regionda ikkita sim kartali ideal holatda $460ga. Bu iPhone 13 128 99 ekan, $385ga, 128 90% $425ga mana iPhone 14. iPhone 14 bilan 13 ni kerak bo'lsa farqlar, o'zimdan farqlar olmayapman. Почти bir xil bo'ladi, lekin 14 batareykasi sal quvvatliroq bo'ladi. Honor X9C yangi zamonaviy uslubga ega bo'lgan X9C smartfon 8256 deyarli ishlamagan yangi $215 sim karta ham qo'yilmagan. Bizda Amerika regionida 128 90 dan baland ikkita qora rangda, 128 82 440 va $465 ni tashkil etyapti qoralari. 128 86% ideal holatda iPhone 13 Pro Max ni $525 qilib beramiz. Bu haqiqatda arzon narx. S22 Ultra smartfonlar bizda A+ lar 450 ga tushdi va qo'limda A+ dan farq qilmaydigan darajada bironta nuqtasi yo'q bo'lgan, salafanlari hali olinmagan, burchagida ninani uchida bitta sal niqasi bor, chixon izi bor. Shuni hisobiga smartfon $410ga.
A- segmentda $62.85 ga emakelar ofitsial ro'yxatdan o'tgan va Samsung S15G ideal holatda A- segmentda $275 ga. O'zi buni $310 ga A+ segmentda olingan, ozgina ishlaganligi bois narxi arzonroq chiqadi. $66 ga Redmi A3 yoqimli smartfon. $122 ga Samsung A24 6 ga 128 talik burgundiy rangda yoqimli smartfon, arzon narxda, dual sim kartali variantda. $79 ga A51 5G smartfoni. Smartfonlar ichida eng kompaktli model hisoblangan Samsung S15G larni bizda katta assortiment mavjud bo'lib, bu smartfonlar haqida alohida video ham tayyorlaganmiz. Smartfonlar bomba, yoqimli, moshniy apparatlar, puliga arziydigan apparatlar. Hozirgi paytda $140 dan juda ham arzon narxda qo'yib qo'ydik va men sizlarga A seriyani flagmandan qolishmaydigan 55 modelini $258 qilib beraman. A03 modelimizni esa budjet segmentdagi $49 ga qilib beraman. Va Lite modellar ichidagi sinchkovlik bilan tanlangan Xiaomi 13 Lite moviy osmon rangda 8 ga 128 talik $185 ga. 8 ga 128 talik Xiaomi 11 Lite $115 ga. Haqiqiy yoqimli moviy osmon rangda va yumshoq binafsha ranglarda ajoyib Lite modellarimiz sotuvda bor. A23 modelimiz $95 ga dual sim kartali ideal holatda desam taklif etaman va hozir eng asosiy chegirmalarni birinchi filialdan sizlarga ko'rsatib beraman. Mana birinchi filialda zo'r chegirmalarni sizlarga taqdim etaman. Bu filialda juda ham qiziqarli smartfonlar nihoyatda ko'p. Men kecha X9000 ni 12256 lik qora rangini oqtarib bu telefonni qadriga yetdim. 360 ga ham topa olmadim. Ayni damda men sizlarga $259 evaziga 12256 lik hali laminatsiyalari ham olinmagan istoriya qilib qo'ydim Telegramga. Ko'ringlar, smartfon prosta bomba apparat. Bu smartfonlar ko'rsatib borar ekanman, har bittasi haqida kichik detaligacha video qilib Telegram kanaliga joylab qo'yganman. Albatta kirib ko'ringlar, juda ham qiziqarli kanal. S21 Fan Edition Snapdragon 888 8 ga 256 lik narxi $215 ga. A16 $137 ga, yangi holatda, yangicha model. Note 12 ga $135 ga Pro'si, 8 ga 256 lik bu haqiqiy arzon narxda. Bilinar-bilinmas yengil pechati bor bo'lgan $185 ga. S20 Plus'ni dual sim kartali varianti va bizda S20 Plus'ni $139 ga ham ideal holatda, faqatgina ozgina A+ holatda, ozgina ekranda chiziqchasi bor. Bilinmaydi, lekin bu videosi bor, Telegramda ko'rsangiz bo'ladi. A03 ni 128 talikni $67 ga, Note 20 ni A+ segmentda edi. O'zbekistonda 1 kun 2 kun ishlagan deyarli, yangi holatda $205 ga, $240 lik telefon. $135 32 5G A- segmentda $95 ga. $179 S10'da $138 ga. A52 ni $115 ga dual sim kartali ideal holatda, 128 talik $135 S9 $109 ga. S20 Plus A Plus'i $220 ga. O'zi 245 ga hozir topish qiyin bo'lib qoldi bu modelni. Men yangi telefonlardan chegirma qilib beraman. A15 hozir chiqmay qoldi. Bir dona 6 ga 128 talik rabochiy narxda $155 ga. iPhone 16 Pro Max $1049 evaziga 1250 bo'lyapti yangisi narxi. iPhone 13 ni 64 GB 90 dan baland bo'lgan narxi $375 ga. iPhone 15 Pro Max ni 256 98% $845 ga. iPhone 11 Pro'lar bizda juda ham katta kalitiyalarda 164 256 90 dan baland holatdagilar $245 dan $265 gacha bo'lyapti. iPhone 13 Pro'larimizdan shu jumladan korobka hujjatli 128 256 hammasi 90 dan baland 85 87 96 98 gacha bor. Narxlari esa $430 dan $469 gacha bor. 11 Pro Max'imiz 256 86 256 81% narxi esa $265. iPhone XR'ni esa 165 qilib beramiz. O'zbekistonda eng ideal iPhone XR'ning oq rangi. iPhone 5 Pro'ni esa $709 ga 90 dan baland 128 taliklar. iPhone 13 ni 100% radno 256 82% narxi $349 ga. Siz bunaqa narxga, bunaqa smartfonlarni topa olmaysiz. $175 ga yangi iPhone XS. iPhone SE'ni $127 ga 32 5G dan arzon narxga. iPhone XS'ni No Face ID $140 ga 64 100 batareykali gold rangda ideal holatda. Bizda iPhone 6 Pro narxi
$875 hurmatli obunachilar. Bunaqa narxda 16 Pro 100 batareykali 128 tani topa olmaysizlar. Haqiqiy arzon narxda. Hurmatli obunachilar, bizda iPhone 5 Pro Max dan 2 dona bor. 256 90 dan baland. Narxlari esa juda ham arzon. Koreyadan kelayotgan narxi ham 800 dan ancha qimmat kelyapti. 256 90% ni $785, 256 96% esa $810 qilib beraman. Bizda yangi zapechatini S25 Ultra'dan katta kalitrda $1020 dan qilib beramiz va kun davomida sizlarga ushbu smartfonlarni barchasini taqdim eta olmayotgan bo'lsak, Telegram kanaliga o'tib olsalaring, har bitta smartfonda batafsil gapirib, narxlari va xususiyatlari haqida joylab boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz har kun yangiliklarni qilishda davom etamiz. Biz sizlarning ishonchlaringizni 100% qozona olamiz. 20 yildan beri hamma mijozlarni rozi qilib kelgan magazin, endi navbat sizning navbatingiz. Sizga ham 100% chiroyli xizmat ko'rsatib, sizni rozi qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Endi tezlikka erishimiz kerak, klientlarga kutib qolish.